Yukarı şeylerimizin devamı vatandaş, çiğislağı bugün 2021 yıl 8. ayının 1. günü vatandaşlar. Yukarı şeylerin devamı, Cungo Orta Asya vaziyetiga dikkat kılmakta. Her xil, her bir manver ötküzülgen okşaş bir vaqtda Orta Asya devletleri 8. ayının 5. günüdün 6. günü gücü Türkistan'da, Türkmenistan'da Orta Asya devletleri başlıkları yığını ötküzüdü. Kırgızistan Taşkı İşler Ministerliği 7. ayının 30. günü tarqatqan xabarida Türkmenistan bilen Kırgızistan iki devletinin diplomatiya ministerleri telefon yığını ötküzdü. Türkmenistan, Özbekistan devlet başlıkları bir neçe gün burun telefonda Orta Asya devlet başlıkları yığınıga tayyorlik qilish xizmatlarini muhokama qildi. Alayda muhokama qildi. Nurg'unlagan siyosiy obzorchilar mundaq deyishdi. Rossiya bilan Qozog'iston nayt uzun davlat chegaralariga ega. Bu chegaralarga hech qanday chegara qarovlari qo'yilmagan. Rossiya Afg'onistondan kelgan tahdidning O'rta Osiyo davlatlari orqali Rossiyaga bosib kirishidan ansiraydi. Shunga O'rta Osiyo bilan Afg'oniston chegara vaziyatiga intayin cho'nqur diqqat qiladi. Qozog'istonda siyosatshunos Saytabayev mundaq dedi. Cungo'nun O'rta Osiyoda zo'r manfaati bor. O'rta Osiyo rayoniga nurg'un Uyg'urlar o'ltiraqlashgan. Uning ustiga Uyg'uriston omilini qo'shganda va kaza. Cungo navbat Afg'oniston vaziyatiga texmi qattiq ko'ngil bo'ladi. Bo'lib Afg'oniston bilan chegaralanadigan O'rta Osiyo davlatlarining siyosat yo'nalishiga texmi diqqat qiladi. Saytabayev mundaq dedi. O'rta Osiyoda tinch terrorist tashkilot O'zbekistonda o'tirg'i chiqdi. Shunglashqa O'zbekiston hozir O'zbekistonga chegaradosh Qirg'iziston, Turkmaniston chegaralari tutishadigan yerda O'rta Osiyo millatlari aralashib o'ltiraqlashgan Farg'on o'ymonligi o't yolqini tutishadigan joy deb qarilib kelmoqda. Qozog'istonning bulardan farqi shuki, bir qism radikalist tashkilot kuchlari O'zbekistonda bir mezgil zo'raygan edi. Saytabayev mundaq dedi. O'zbekiston, Tojikiston, Turkmeniston qatorliq davlatlar Afg'oniston bilan chegaralandi. Amerika armiyasi va NATOning chekinishiga ergishib, Afg'onistonning radikal kuchlari texmo jonlanishga boshlaydi, radikallashadi. Radikal kuchlarning chegaradan o'tib, O'rta Osiyoga kirishining xatari borgan sari ko'paymoqda. Leksiyaning oxirida vatandoshlarga yaqindan birma ko'ynakning yaqinlarini tartib qilmay, glasni bog'lamay leksiya so'zlashga majbur bo'ldim vatandosh. Bunun sebebi havo tinchiq, uyning ichi bek issiq. Chidashga bo'lmaydi ekan, mashina toz yaxshi ishlayotdi. Shuning uchun meni kechirim qilinglar yoki meni afv qilinglar vatandoshlarim. Asli publika xalq so'zlagan vaqtda bu kiyim ratlik kiyinishi kerak edi. Issiqqa yoki tinchiqqa bardoshlik berolmadi. Meni kechiringlar vatandoshlar.